Yoshligimdan oilamizda bilimga, ezgulikka, adolatga ishonch juda ham kuchli bo'lgan. Agar inson orzu qilsa, o'sha orzusini amalga oshirish uchun, ya'ni chin dildan orzu qilsa, o'sha orzusini amalga oshirish uchun butun koinot o'sha orzuga intilish uchun insonga sharoit yaratadi, imkoniyat yaratadi degan. Akademik litsey topshirishdan oldin juda ham ikkilanganman. Ya'ni qiz bola, ya'ni yuridik soha, ertaga karyeramni rivojlantira olamanmi yokida oila yoki karyera degan muammolar vujudga kelganda nima qilaman degan savollar ham meni anchagina qurshab olgan. Albatta, hayot, o'qish bir tekis iborat emas, o'ziga yarasha qiyinchiliklari, past va balandlari mavjud bo'ladi. Yoshligimdan oilamizda bilimga, ezgulikka, adolatga ishonch juda ham kuchli bo'lgan. Tengdoshlarim orasida, maktabda yokida oilamizda oddiy gaplashib o'tirganda ham o'z fikrimni bildira olish istagi juda ham kuchli bo'lgan va mana shu istakning kuchliligi hamda dadamni menga ko'rsatgan tavsiyalari va yo'l yo'riqlari asosida bugungi kunda huquqshunoslik sohasi meni asosiy faoliyatim hisoblanadi. Men Xursandam Sarvinoz 2004-yil 6-noyabr Surxondaryo viloyati Termiz shahrida tug'ilganman. Hozirgi kunda TDI huzuridagi Vosiqova nomidagi akademik litseyni faxrli bitiruvchi hisoblanaman. Va mana shu akademik litseyda olgan bilim va ko'nikmalarim natijasida bugungi kunda Toshkent davlat yuridik universitetini Jinoyat odil sudlov fakulteti 3-bosqich talabasi bo'laman. Paulo Coelhoning Alkimyogar asarida shunaqa bir jumla bor. Agar inson orzu qilsa, o'sha orzusini amalga oshirish uchun, ya'ni chin dildan orzu qilsa, o'sha orzusini amalga oshirish uchun butun koinot o'sha orzuga intilish uchun insonga sharoit yaratadi, imkoniyat yaratadi degan. Va mana shu menda ham yoshligimdan paydo bo'lgan kichikina orzu, ya'ni o'zimni fikrimni isbotlay olish, birinchidan, ikkinchidan esa har bitta jamiyatda adolatni qaror toptirishga va uchinchisi dadamni orzularini qanaqadir ma'noda amalga oshirish istagi meni kuchli bir maqsadim bo'lgan desam adashmagan bo'laman. Va mana shu 3 ta asosiy maqsadim va sabablar jam bo'lib, akademik litseyga qanaqa qilib kelib qolganimni ham bilmaganman. Sababi akademik litsey topshirishdan oldin juda ham ikkilanganman. Ya'ni qiz bola, ya'ni yuridik soha, ertaga karyeramni rivojlantira olamanmi yokida oila yoki karyera degan muammolar vujudga kelganda nima qilaman degan savollar ham meni anchagina qurshab olgan bo'ldi. Lekin o'shanda ham menga berilgan dadam tomonidan berilgan motivatsiya yo'q. Bizni jamiyatimizda faqatgina erkak kishi yokida o'g'il bolalar yurist bo'lishi yoki prokuror yoki adolatni ta'minlanishi kerak degan narsani miyangdan o'chirib tashlagin. Sababi ayollarni ham huquqlarini himoya qilish uchun ayol bo'lish kerak. Shu dadam bilan yana maslahatlashganman, chunki yuqorida aytganimdek dadam men eng yaqin maslahatchim hisoblanadi. Dadamni bo'lgan ishonchi mendagi ishonchsizlikni kuchli ishonchga aylantirgan. Akademik litseyga hujjat topshirdim. Shu bilan qarabmanki, natijalar bilan akademik litseyni top 3talikda, ya'ni 2-bo'lib qabul qilinganman va bundan juda ham xursand bo'lganman va o'ylaganmanki, demak Sarvinoz, bu seni yo'ling. Bekorga, bejizga sen akademik litseyga qabul qilinmading yokida mana shu yerga kelib qolmading degan o'ylar bilan litseyda o'z tahsilimni davom ettirganman. Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi Vosiqova nomidagi akademik litsey menga nafaqat kuchli bilim, balki sodiq do'stlar, kuchli atmosfera va o'zimni hard va soft skilllarim, ya'ni ko'nikmalarimni, insonlar bilan ishlay olish ko'nikmalarimni rivojlanishiga anchagina yordam berdi desam, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari, ustozlar tomonidan berilgan menga ishonch hozirgi kungacha meni keyingi karyeramni, ya'ni yuridik sohadagi karyeramni rivojlanishiga anchagina turtki bo'lib turibdi. Akademik litseyda olgan 2 yil tahsilim, qilgan mehnatlarim hamda ustozlarning ishonchi orqali, ya'ni shular natijasida litseyimiz rahbariyati tomonidan olgan baholarim, ya'ni reytinglarim yuqoriligi, faolligim hisobga olingan holda hamda xalqaro til bilish sertifikatiga egaligim tufayli rahbariyat tomonidan Toshkent davlat yuridik universitetiga suhbat asosida talabalikka tavsiya etildi. Yuridik universitet talabasi bo'lganimdan so'ng faqatgina o'qish bilan cheklanib qolmasdan, litseydagi faolligim, ya'ni tashabbuskorligim meni universitetda ham jim yurishimga qo'yib bermadi desam bo'ladi. Chunki universitetga qadam qo'ygan kunimdan boshlab,
ya'ni turli xil tadbirlarmi, volontyorlik harakatlari, koordinatorlik harakatlarida ham o'zimni aktivligimni ko'rsata oldim deb o'ylayman va bunga albatta litseydagi ochilmagan qirralarimni ochib berganligi uchun litseydagi faolligim sababchi bo'lgan. Faoliyatimda faqatgina universitet hayotini, ya'ni ijtimoiy hayoti bilan bog'lamasdan, balki o'zimni kelajagimga ham aloqador amaliyot ko'nikmalarini ham tanlashga harakat qildim va bu orqali universitetda yaratilgan shart-sharoitlar menga sababchi bo'ldi. Deylik, bo'lajak prokurorlar klubi hamda bo'lajak ombudsman klubi kabi klublar mavjud va ushbu klublarga ro'yxatdan o'tdim, suhbatdan o'tdim, testidan o'tdim va qarabsizki, hozirgi kunda bo'lajak prokurorlar klubi rasmiy a'zosi hamda bo'lajak ombudsman klubini rasmiy a'zosi hisoblanaman. Bu klublar natijasida faqatgina bilim yoki ko'nikmalar emas, amaliyot bilan ham o'zimni olgan bilim va ko'nikmalarimni amaliyotda yanada mustahkamlash orqali o'zimga bo'lgan ishonchim yanada ortib bormoqda. Albatta, hayot, o'qish bir tekis iborat emas, o'ziga yarasha qiyinchiliklari, past-u balandlari mavjud bo'ladi. Lekin shunga qaramay, menda hayotning bitta shiori bor. Har bitta muvaffaqiyat qiyinchilik ortidan keladi. Shu tufayli hech qachon o'zimga biror bir qiyinchilik keldimi yoki biror bir narsani tushunmay qolaman, amaliyotda ba'zida rahbarlar tomonidan bu bunaqa emas, bunaqa qilinadi desa, ba'zida motivatsiyam sal tushib ketadi-da. Keyin aytaman, yo'q Sarvinoz, bu senga kelayotgan qiyinchilik, seni demak muvaffaqiyatingni boshlanish nuqtasi, sen to'xtab qolishing kerak emas deb o'zimga motivatsiya beraman. Bundan tashqari aytishim mumkinki, yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev biz yoshlarga aytilgan shunday gaplari bor. Inson ildiz kabidir. Bu ildiz qanchalik kuchli bo'lsa, vatanga bo'lgan muhabbat ham shu qadar kuchli bo'ladi. Albatta, jahon keng, dunyoda mamlakat ko'p, lekin bu dunyoda O'zbekistonimiz yakka-yagonadir. Bu zamin, bu ona yurt, bu ona diyor faqat biz yoshlarga atalgandir. Tomirida milliy g'urur, vatan ishqi jo'sh urgan insongina buyuk ishlarga qodir bo'ladi. Mana shu kitobni o'qiganimda prezidentimiz aynan oxirgi nuqtasi, ya'ni tomirida milliy g'urur, vatan ishqi jo'sh urgan insongina buyuk ishlarga qodir bo'lishi deb aytib ta'kidlaganlari o'zimga nimadirdi? Hayotimdagi karyeramni, mana shu soha aynan men uchun ekanligini, men ham tomirimda milliy g'urur oqayotgani, men ham buyuk ishlarga qodir ekanligimni mana shu prezidentimizni fikrlari orqali o'z isbot dalilini topishini juda ham xohlaganman va shu orqali bugungi kunda hech qachon va hech qayerda to'xtab qolmaslik, muhimi nimadir jamiyat uchun foydaliroq, ya'ni mana shu Sarvinoz deganda qanaqadir adolat posboni yokida kimnidir og'irini yengil qila oladigan shaxs sifatida ko'rishlarini xohlagan bo'lardim. Kelajakdagi maqsadlarim haqida gapiradigan bo'lsam, bakalavr bosqichini muvaffaqiyatli bitirganimdan so'ng o'z faoliyatimni yanada chuqur mutaxassis bo'lish uchun magistratura bosqichida ham tahsilni davom ettirmoqchiman. Va bundan so'ng o'z yo'nalishimni prokuratura sohasida, xudo xohlasa, davom ettirish niyatidaman. Hozirgi kunda akademik litseyda tahsil olayotganlarga hamda bitiruvchilarga shuni tavsiya bergan bo'lardim: hech qachon o'z maqsadlaringizdan voz kechmang. Orzularingiz ortidan kerak bo'lsa, yugurishingizni maslahat beraman. Sababi har bir imkoniyat harakat ortida yashirinib yotadi. Siz qancha harakat qilsangiz, yashirinib yotgan imkoniyatlaringiz ham shunchalik ko'payaveradi.